sizlar nima xohlaysizlar kelinlarda, men shuni tushunmayman. Hozir o'tirib reels ko'rib qoldim. O'qiyapman, o'sha reelsni o'qib turib слишком jahlim chiqib ketyapti-da. Qozog'istonda bitta kelin nedosipaniya, ya'ni uyquga to'ymaslik natijasida olamdan ko'z yumibdi, ya'ni vafot etibdi. Sababi qaynonasi har doim tinmay ish qildirar ekan, uyquga uxlashga, dam olishga bermas ekan, kuniga 4 soat yoki 5 soat maksimum uxlar ekan. Hattoki oxirgi paytlarda o'ziga qanaqadir gallyutsinatsiyalar ko'rinib, miyasi ham charchashga boshlaganidan har xil narsalar ko'rinib, alahsiraydigan odat chiqaribdi. 1-2 marta eriga aytibdi, men uyquga to'ymayman, juda ham charchamayman, onangga aytgan desa, bola eri ham aytgan onasiga, to'shto mashtaqa vaziyat bo'lyapti, unchalik qiynamay xotinimni degan. Qaynonasi shunaqa aytdiki, biz ham xuddi shunaqa yashaganmiz, biz ham bu davrdan o'tganmiz, men uni tarbiyalayapman, men unga kelinlikni hayotda o'rgatyapman deb aytgan eriga, ya'ni o'g'liga. Aytganda ertalab uni oshxonadan topishibdi. Holatda уже uni jasadini topishgan kelinni. Doktor o'sha morgga borib ochko'rikdan o'tkazishganda jasadini o'sha xronическая недоспание degan diagnoz qo'yishdi. Ya'ni xronический uyquga to'ymaslik. Odam borib miyasi charchaydi. Bunaqa men nima bu narsani aytyapman, bizani o'zbeklarda ham mana shu narsa bor. Kelinni quldek ko'rib, kelinni ertalab voqlikdan uyg'otib, ish qilmasa jahl qilib, o'zingizcha tarbiyalayotganga olasizlar qaynonalar. Ko'pchilikni Qozog'istonda ham, Qozog'istonnikini aytyapman, hozir o'zimizdan o'zbeklarda ham bunaqa narsa yetarli-da. Hozir bu gapim hamma qaynonalarga emas, lekin ba'zi bir shunaqa qaynonalarga tegishli. Menga xohlasanglar tosh otinglar, xohlasanglar negativ yozinglar, xohlasanglar deylar, menga вообще farqi yo'q. Men nima